Abbasa uyma nasos tanlayacakman. Nasos tanlashda navlarga e'tibor etishim kerak. Sen birinchi o'chirda e'tibor etadigan narsang nasosni albatta sifati, ikkinchidan uyingni chalim ehtiyojing. Ava. Masalan, kubasini kelsak, o 370lik, 550lik deb aytiladi. Sifatına gelsak, mis elimi obmotka deydi. Bize de hazır Hanner, Shimgi, Grand Far 3-4 xil brendlari bor. Adamlar o'zini eshitganini, ko'rganini, ishlatib ko'rganini qisqa vaqtda ishlatgan bo'lsa boshqasini taklif eting deydi. EPA shu brendlari bor. Sen tanlayjakingda uying dom bo'ladigan bo'lsa 370lik deganni 250lik deganni qo'ysang ham bo'ladi. 2 xona, 3 xona, 4 xona desang shu 370 ham yetib boradi. Agar hovli joy uchastka bo'ladigan bo'lsa 550 yoki 750 likini uyingning ulug'ligi shundan kelib chiqiladi. Sinovdan o'tgan 3-4 tane firmani o'zini sotamiz. Bunda uyimni ob'yomini hisob olishim kerak ekan, keyin ichida mis bo'lishi kerak. Mis alümiy obmotka deydi, lekin teshkashning iloji yo'q. Sarayib turadi, qirib ko'rganman, alyuminiydan bo'lib chiqadi.